Assalomu alaykum hammaga. Sanozelimizdan yo'lda qaytsak, bitta Ispaniya eshigi. Eshigimiz bitgan. Ispaniyamizdan bir qo'shganlarga chiqamiz deb. Koridorimizda ikkita eshik joylashgan. Bitta Ispaniyadagi, ikkinchi eshigimiz. Yopilishlariga baho beramiz. Xudo xolasa chotki chiroyli chiqqan. Zazorlari ham bir xil. Oshxonaga kiraverish. Oshxonaning mebellarni mebel chakalarini chiroyli qilib qo'yishdi. Oshxonadan ovqatlanadigan joyga chiqadigan qilib qoldirishgan mana. Hol, hali endi ko'chib kelishyapti, yangi xonadan ekan. Bu yerda bitta eshigimiz, bu yerdan koridorga chiqib ketsa bo'ladi. Chiqqanimizda bizning yana bitta sanuzelimiz bor. Bu общий sanuzel. Eshiklari ham chiroyli. Молочный svet bo'lgan. Yopilishlari hammasi chiroyli. Lyuft yo'q. Hamma eshik bir chekkadan lyuft chiroyli chiqqan. Eshigimizni ham yopamiz. Общий sanuzelimizdan yana bitta Ispaniyamizga kirsak bo'ladi. Ispaniyamizda ham eshiklarini ko'rib qo'yasizlar. Magnitni to'g'ri zamondan qo'yganmiz. Bu Ispaniyamizdan kirganimizda Ispaniyaning ichida yana bitta sanuzelimiz bor. Zazorlari ideal degan. Koridor bo'ylab zal tomonga yo'l olamiz. Xudo xolasa. Boya oshxonadan chiqqan holimiz, bu yerda hol kattaroq. Zal eshigi ikki tabaqali eshik bo'ladi. Hamma joyni istiqlari ideal bir xil chiqqan. Tak положение chiroyli. Yaqin obzordan ko'rishingiz mumkin. Zalimiz yonida yana bitta Ispaniyamiz bor. Eshiklar hammasi lyuft yo'q. Zazorlar bir xil kelgan. Eshigimizning banalilari hammasi 220. Hozir kirib kelganimizda zal Ispaniya kesisi bilan ikkinchi etajga chiqib ketsak bo'ladi. İkinci etajda detski xonalarimiz joylashgan. Bitta eshik. Eshigimiz balandligi 2 metr. 5 kirganimizda yosh bolalarni ishga qo'yadigan garderobni qilsak bo'ladi. Bitta detski xonamiz bor. Katta. Chiroyli xonamiz eshikda. Zamonlarini, stillarini bitta ko'rib ko'rsalar bo'ladi. Chiroyli cho't. Yo'g'ida yana bitta xonamiz bor. Xonamizda detski xona qilsak bo'ladi. Narigi xonaga nisbatan kichikroq, lekin akkuratni qilingan planetkalari zo'r. Ichkarisida daborlar eshigimiz yo'q, hamma eshigimiz mana shunaqa 5 kun qoqilgan. Jami ikkinchi qavatimizda boloxonada 3 ta eshik joylashgan. Zinadan pastga tushamiz, xudo xolasa. Pastda Ispaniya zal, Ispaniya sanuzel. Общий hammasi 14 ta eshik qo'ygan ekanmiz. Hammasi idealni. Kachifini garantiyalarni qilib topshiramiz. Har bir eshikni ochib ko'rib, zamonni teshkilsalar bo'ladi mana. Hammasi idealni, как положено qo'yilgan. Yo'q, oshxonamizga chiqamiz. Ichkaridan pesh bo'lgan qoqilgan. Zamonimizda lyuft yo'q. Chiroyli tortib oladi. Yo'q, hovliga chiqadigan ko'chamiz bor. Zamonlarimiz istiqlarini ko'ringlar. Garantiya, kastini.